Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darvozamiz taraf fason 2025-yilgi fasonimiz. Usta kazirolar bilan Andijon shahriga qo'nadi. Xudo xolasa o'ta bejirim chiqqan. Ishimiz sifatiga bitta baho berasizlar. Endi bilyapman. Men buni sutga beraman. Kazirogimiz 50 million malay zarar geldi. aytik 20 fasonda million garanti tasdiq beradi sutni. darvozani o'ziga yarashgan holatda topilsa. Mayna qilib qo'yamiz. Ular endi atrofida bizga qo'llab-quvvatlaydi. Samoylarimiz ochirib yopilsa, Xudo xolasa o'ta go'zal holatda. Kelar malbay. Orqa taraf ko'rinishlarimiz 2 qavatli 1.8 ta polni shumka bo'lgan darvoza. Hop, razmerimiz eniga 4 metr, balandligi 3.30 bo'lgan darvozamiz. Отдельный kalitga chapda alohida. Yondorimiz отдельный stoyka tepa tarafi 10 2,5 stena, tagi 10 shivelli. Profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stena. Yuzlarimiz polni 2 qavat 1.8. Nejvekalarimiz birlik qalin. Qora rangidan qo'yib berganmiz. Agar kimda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.